Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun men sizlarga JavaScriptda operatorlar qanday ishlashini qoida ko'rinishida tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, biz mana konsolga yozamiz. True ko'paytiramiz 3. Xo'p, operatorlar xuddi arifmetikada qanaqa ishlasa, xuddi o'shanday ishlaydi. Ko'paytiruv ko'paytiradi, bo'luv bo'ladi, qo'shuv qo'shib, ayruv ayiradi. Lekin operatorlar avvalambor bitta ishni qilib oladi. Operantlarining ma'lumot turini tekshiradi. Ma'lumot turi agar numberda bo'lsa, amal bajaradi. Agar, ya'ni arifmetik amalni bajaradi. Misol uchun ko'paytiradi. Agar numberda bo'lmasa, numberga o'tkazib oladi. Ya'ni bizda mana bu birinchi operandimiz, bu ikkinchi operandimiz. Xo'p, birinchi operandimiz number ma'lumot turida emas, boolean ma'lumot turida. Buni numberga o'tkazib oladi. Xo'p, turuni numberga o'tkazsa 1 bo'ladi. 1 ni ko'paytiradi 3 ga. Javobimiz 3. Demak, avvalambor qoidani aytsam, operatorlar amal bajarishdan oldin operantlarining ma'lumot turini tekshiradi. Agar number ma'lumot turida bo'lmasa, number ma'lumot turiga o'tkazadi. Xo'p, barcha operatorlar shu ishni qiladi, keyin amal bajaradi. Faqat bitta istisno holati bor. Bu istisno qanaqa? Agarda operatorimiz plus operatori bo'lsa, plus operatorining eng kamida bitta operandi string ma'lumot turida bo'lsa, ikkinchi operandini ham string ma'lumot turiga o'tkazadi-da, ikkovini bitta stringga aylantirib qo'yadi. Ya'ni bu yerda mana stringda 3 turibdi. Ma'lumot turini tekshiryapti. Stringdami? Demak, ikkinchi operand mana buni ham stringga o'tkazamiz. Javobimiz string ichidagi 33. Xo'p, qoidani yana bir marta to'liq aytib beraman. Xo'p, barcha operatorlar arifmetikada qanaqa bo'lsa o'sha amallarni bajaradi. Amal bajarishdan oldin operandlarining ma'lumot turlarini tekshirib oladi. Agar operantlarining ma'lumot turi numberda bo'lmasa, uni numberga o'tkazib oladi. Stringdagi 3 ni oddiy 3 ga aylantiradi. Xullas, numberga o'tkazib oladi. Keyin amal bajaradi. Faqat bitta istisno holati plus operatorini kamida bitta operandi string ichida bo'lsa, string ma'lumot turida bo'lsa, ikkinchi operandini ham stringga o'zgartirib oladi. Bo'ldi. Mana shu qoida bo'yicha barcha misollarni sizlar yechib ketishinglar mumkin.